Voy ahmoq, haliyam ish topmadingmi sen? Hozir bitta suratga olaman. Agarki to hozirgacha ish topmagan bo'lsangiz, suratingizni internetga olib tashlab yuboraman. Akalar, opalar, bugun ish chiqaryapman yana. Moskovskiy oblast город Sofrinadan DNS skladiga yana грузчиklar kerak. Грузчик haliyam ish topmagan bo'lsangiz, bizning kompaniya sizga ish topib berishga yordam beradi. Shu videoga bir donadan like bosamiz va musofir do'stlarimizga jo'natib qo'yamiz. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar Sabr Musofir kanalini kuzatib bormoqdasizlar. Sizlar uchun yangi ish chiqaryapman, yana yaxshi ish chiqaryapman, bezadda ishga ish chiqaryapman. Kimgaki ish kerak bo'lsa, videoni to oxirigacha ko'ringlar, bir donadan like bosinglar va musofir do'stlaringizga jo'natib qo'yinglar. Обязательно kommentariyaga o'tib, kommentariy yozib qo'yish esingizdan chiqmasin. Kommentariyaga yozinglar, qanday ishlarni chiqaraylik va qaysi shaharlardan ishlarni chiqaraylik. Bugungi ishimiz Moskovskiy oblast город Sofrinada joylashgan DNS skladiga грузчиklar kerak. Yotoq joy beradi, registratsiya qilib beradi, har 15 kunda oylik beradi. Zadeshkasi yo'q. Dokumentingiz bormi, yo'qmi, absolyutno farqi yo'q. Dokument bilan ham qabul qiladi, bez dokument ham qabul qiladi. Bu ish faqat erkak kishilarga, 18 yoshdan to 50 yoshgacha bo'lgan akalarimizni taklif qilamiz, kelasizlar, joylashasizlar. Agarki siz to hozirgacha ish topmagan bo'lsangiz, bizning menejerlarga aloqaga chiqinglar. Ekrandagi nomerlarga срочный aloqaga chiqinglar. Inshaalloh shu bir telefon qildingizmi, O'zbekistondamisiz, Tojikistondamisiz, Rossiyadamisiz, joylarda zayn etib qo'yinglar, kelasizlar, ishga joylashasizlar. Nima ish deb so'raysizlarmi? Hozir videosini qo'yib o'taman, videosini ham ko'rishlaring mumkin. Like bosamiz va musofir do'stlarimizga jo'natib qo'yamiz. Qancha ko'p kommentariy yozsalaring, shuncha kommentariyalaringni o'qib, har bitta kommentariyalaringni o'qib, shunga qarab ish chiqaraman. Ko'pchiliklar yozyapti, ayol kishilarga ish chiqaring deb. Xudo xolasa, bugun erta ayol kishilarga ham ish chiqadi, zo'r ish chiqadi. Bizni kanalda kuzatishda davom etinglar. Kimki yangi bo'lsa, kanalga podpisatsiya qilib qo'yinglar va kanalimizni yo'qotib qo'ymanglar. Rossiyada juda ham ko'p akalarimiz, opalarimiz sertifikat olishga qiynalyapti. Akalar, opalar, bizning kompaniya sizlarga sertifikat olib berishga yordam beradi. Не только sertifikat, registratsiya, трудовой договор, NNN, SNIL sizlar bo'y dokumentlaringizni olib berishga yordam beradi. Akalar, opalar, shu videoga bir donadan like bosamiz va musofir do'stlarimizga jo'natib qo'yamiz. Sertifikat ololmagan akalarimiz, opalarimiz juda ham ko'p. Inshaalloh shu videoni jo'natib qo'ysa, shu videoni ko'rgandan keyin bizning menejerlarga aloqaga chiqqandan keyin sertifikatini ham oladi. Sertifikatdan tashqari aytib o'tganimdek, registratsiya, трудовой договор, NNN, SNIL va boshqa dokumentlaringizga ham yordam berishadi. Videoga like bosamiz va musofir do'stlarimizga jo'natib qo'yamiz. Juda ham ko'p odamlar telefon qiladi, sertifikat qilish kerak, registratsiya qilish kerak bo'lsa, o'ylanib o'tirishadi. Akalar, opalar, 100% ishonchli bazadan chiqadigan